jarayonni davom ettiramiz va e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Ozodbek Odilov 2006-yilda Toshkent viloyatining Zangiota tumani Zarafshon mahallasida tug'ilgan. Eko-faol, TMC instituti talabasi, yosh ekologlar harakatining Toshkent shahar kengashi raisi. U bor kuch-g'ayrati bilan shartlarni bajarishga harakat qildi. Shunchaki shoshma-shosharligi tufayli Ozodbek bilan finalgacha xayrlashishimizga majbur etdi. Ozodbek Odilov eng g'ayratli ishtirokchi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Taqdirlash uchun sahnaga Ekologiya vazirligi huzuridagi chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi direktori maslahatchisi Haydarov Shuhrat Haydarovichni taklif etamiz. Muborak bo'lsin. Ozodbekni shaxsan o'zim ham taniyman. Juda ham faol, eko-faol bizning ishtirokchilarimizdan biri. Demak, Ozodbek maxsus sertifikat, rasmiy hamkorlarimizdan esdalik sovg'alar, Toza choy savdo belgisidan sovg'alar, Artel savdo belgisidan maxsus televizor bilan taqdirlanadilar. Hurmatli tomoshabinlar, aziz do'stlar, ayni paytda mana shu sahnada ekologiya yo'nalishiga oid ajoyib monolog ijro